Ben hozir Sberbankdan ham chiqib oldik. Endi video olishga chiqib qolibdi. Sberbankda kelasiz, pasport kopiya, hamma dokumentlaringizni berasiz. Keyin usuldan подтверждение deb aytasiz. Usuldan keyin kirish kerak hozir bu yoqqa. Bunga hech kelgan foydasi yo'q. Keyin yana kelganingizdan keyin shu yana qiladi. Kartasini so'raydi. Sberbank boshqa bank bilmadim. Sberbank hozir kartamni Kaping lичный saytingizga kiring deydi. Sberbank kirasiz. Просто kirib qo'yasiz, bo'ldi, ko'rsatadi işte sizda borligini. Keyin sizni kameraga rasmga oladi. Rasmga olgandan keyin sizga har xil nomer o'qib ber deydi. Aniq tabelada chiqib beradi. O'zi dars tushuntirib boradi. Mana, например, 0 dan 9 gacha chiqdi, keyin teskarisi 9 dan 0 gacha aytib beradi ruschasiga. Keyin har xil anaqa 5, 9, 4 mana shunaqa har xil ketma-ketlikda chiqib keldi keyin. Mana shuni aytasiz. Galachkan bo'lsa o'zi tushuntirib turadi. Keyin darsni o'zingizlar hal qiladi. Dars o'zini tushuntirib, o'zi aniq qilib beradi. Keyin dostoyevniy anaqangizga keladi. Elektron saytingizga Sberbank kirib, подтвердить qilasiz, bo'ldi. Yo'g'iga keyin 5-10 minutdan keyin yoki uzoq bir soatda nomeringiz aktivatsiya bo'lishi kerak. Tavsiyam lekin birinchi bo'lib nomer olinglar. Ko'plar nomer bermaymiz biz anaqa deydi. Nomer harakat qilinglar olishga, чтобы keyin bu usulga kelganda baribir nomer so'raydi. Ular berish kerak. Berib, yonmasam beraveringlar deb so'rashingiz kerak. Men yo'lda kecha bir ikkita bordim, bir ikkitasiga bermadim. Yo'ldaga borsam, yo'lda shundoq pasportimga qilib berdi. Yonmaydi dedi. Pul to'lab aktivatsiya qilib qo'ydim. Qo'yganimda anaqada bo'ladi. Mana shu go'stluk, sinir, islam bo'lgandan keyin endi xudosi yonib qoladi nomerim.